kim 100 marta Estağfirullahal azim allazi la ilaha illahu al hayyal qayyum ve atubu ilayh desa. Demek o'sha odamni deydilar Rasul akram alayhissalatu vassalom, gunohlari agar urushdan qochgan bo'lsa ham kechiriladi. Urushdan qochish, vatanning himoyasidan qochish eng katta gunohlardan hisoblanadi. Bu gunohni kechirilishi qiyin. Lekin mana shu narsani 100 marta ixlos bilan aytsa, o'sha gunohni ham kechirilishi bor ekan. Bu degani nima degani? Hay, tirik, qayyum, har bir narsani tutib turuvchi qoyim zot bo'lgan ulug' Allohdan gunohimni kechirishini so'rayman va u zotga tavba qilaman degan gap. Ana buni aytdikki, istig'forni, astag'firullohni o'zini fazli katta, nihoyatda ulug' narsa. İnsonning qalbini poklaydi, insonning gunohlarini yuvilib, qalbidagi mag'orini ketishni sababchisi bo'ladi va hokazolar. Mana shu doim har kuni 100 marta aytadigan vazifalardan biri. Xohlaganlar qilsin, qilmaganlarning o'zini ishi. Lekin Allohga qurbat hosil qilaman, gunohlarimni kechirilishini xohlayman, ko'proq ajr olishni istayman, savob olishni istayman desa, ana qilsin, marhamat. Nafl ibodat.